Naz, dur, stolni arpa. Hop. Hali artmagansan, senga har doim o'zim gapirib, o'zim ish qilishim kerak. Tur, xonangdagi kiyimlarni tez yig'ishtirib olgin. Qani gapirib o'zim yig'ishtirmay. Hop. Tur o'rningdan. Hop. Noz, hali ham o'tiribsanmi? Xonadagi kiyimlar hammasi o'zim yig'ishtirib bo'ldi. Hech bo'lmasa haligi idish yuvib olgin. Faqat sen qiz shoshmay tur. Opa. Kichkina bilan gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Sen yig'ishtirib ketdi. Chaqqab ketdim. Bitta gapga quloq solmaydi. Ertalabdan beri ish buyuraman qilmaydi, o'zim qilib yuribman orqasidan. Yo'q. Oyim o'tirgan joyini yig'ishtirmagan. Bitta dona idish yuvib qo'yib hali yuvmagan. Shunaqami? Qani o'zingiz urishib qo'ying. Hozir gaplashamiz. Quloqdan tortib qo'ysiz, umuman gapga kirmaydigan bo'lgan. Opa faqat o'zim aytib o'zim ish qilaman. Umuman aytganini qilmaydi. Mana, binoda qolib demoqchimi? Nimadan toping? Taniyman. Aytgan hamisha qilmayman, opa. Dish yuvdi, yuvaman. Xonalarimni yig'ishtirib qo'ydim. Stolni artib. Ne pul bermaysan seningga? Yana nima ish qoldi, opa, ayting. Bo'ldi, sen qo'ling yuvdi. Bor, darslaringni qil. Sen yuvib qo'y ishlarni. Opa yuvadi ishlarni.